going down like. Hech o'ylamagandim shu qishloqqa qaytib kelaman deb. Hammaga salom do'stlar, bilan men Sam. Xullas do'stlar, men bu qishloqqa toza havodan nafas olgani keldim. Dam olishga desam bo'ladi. Xo'sh, men do'stim Stenni oldiga borishim kerak. Sten, shu yerdansan? Sten. Oy, yuma-yu, Sten. Salom. Sam, ko'zlarimga ishonmayman. Menga qarab gapir, ey, basharangni ko'rib olay. Uyingga kirsam maylimi? Ha, mayli, kiraver. Yo, axir sen shaharga ketganding-ku. Ha, ketgan edim, qaytib keldim. Men bu yerda qolaman. Menga uy kerak. Uy topiladi. Hozir men bilan gaplashamiz. Bo'ldi. Do'stlar, sen qayergadir yugurib ketdi. Men studentlarni berdi, nimaligini bilmadim. Xo'sh, ichkarida. Mer bilan birga turibdimi? Salom janob mer. Janob mer, sizga aytgan do'stim shu bo'ladi. Nima Sten, nimalar deyapsan? Stenli, nimalar deyapsan? Yuma-yu. Xullas, men beradigan uyim ana seni to'g'ringdagi uy bo'ladi, Sten. Ha, bu men bilmasam janoblar, men Sten qaysi uyni aytyapti? Ko'rsataman hozir. Yur oqa. Hop, yur ketdik. Ko'rsat menga shuni. Yugurdik. Shumi Sten? Nima hazillashyapsanmi? Axir bu chirib yotibdi-ku. Tom tushib ketsa-chi ustingga. Ha, albatta, lekin uyni remont qilsang yaxshi. Yaxshi, lekin bilmasam Sten. Axir meni uyimda to'g'risida-ku. Yo'q, Sten, qo'shni bo'lishimiz yaxshi albatta, lekin to'kilib yotibdi-ku. Men bu yerda qanday yashayman? Eshiklar ham buzilgan. Nima qilamiz? Xullas, shu uyda qol. Qo'shni bo'lamiz. Hop, bo'pti, mayli, men roziman. Mana shu instrumentlarni senga qaytarib beraman hali. Bo'pti, xayr. Yo'q, kirolmayman do'stlar. Sinib tashlay qo'rqmayapti. Nima taxtalarga qo'yib tashlashibdi. Yo'q, bu yer ivirsib yotibdi-ku. Menga olishimiz kerak. Bizga daraxt kerak. Ey, Sten, menga daraxt kerak. Mana bu rangdan. Daraxt. O'rmon ichkarilardan kelsa bo'ladi. Ha, tushunarli bo'pti. Men ketdim o'rmonga. Yo'q, uyimni ta'mirlashim kerak. Ketdik, mana o'rmonni ichirog'idan keshki daraxtni. Yo'q. Buzamiz. Salom. Mana 132 ta daraxt. Xo'sh, versaking bormi? Ha, albatta bor. Uyimdan foydalan. Yo'q, bu yer lyuks bo'pti. Mayli, bo'pti. Hech qisi yo'q, hozir tozalab bo'lamiz. Xo'sh, mana. Xo'sh, mana shuga bo'pti, men uyimni ta'mirlashni boshlayman. Mana chizgilar bilan bo'ldi. Yetadi shuni o'zi. Yo'q. Xo'sh, buzamiz. Yo'q, mana xo'sh. Shunaqa ta'mirlash kerak. Do'stlar, men o'zimning Telegram kanalimni ochdim. U yerga kiring va obuna bo'ling. U yerda bizning videolarimiz qachon qanaqa payt chiqishidan xabardor bo'lasiz. Silka описание va tepadagi yozuvda. Yo'q, motor qo'shdi. Chiqgan daraxtlarni qo'yib mana kun juda charchagan shekilli do'stlar. Hozir bo'lishimiz kerak va muncha yetadi. Xo'sh, mana uyim bir qarasa yangidek bo'ldi. Xo'sh, qara, uyim yaxshi chiqdimi? Remont qilib oldim. Anchagina tosh ham kerak. Men tosh olib kelay. Bo'pti, men shaxtaga. Xo'sh, ketish shaxta. Mana shu yerda bo'lish kerak. Mana как mana. Yaxshi, mana shu yerdan ozgina kavlab olish kerak. Xo'sh, kavlaymiz.
32 tami bo'ladi bizga. Ko'p kerak emas. Qani ketdik do'stlar, men 32 ta deb 46 ta olib chiqdim. Mayli. Shaxtada qancha qolib ketganimni bilmayman. Menimcha 1-2 soat. Mayli, ekib qo'yamiz kartoshka. Keyin keldim. Sen qarab yordamlashmam. Mayli. Endi bu yerga qanday o'taman? Senda qilich yoki pichoq yo'q, mana pautinalarni tiqib tashlamoqchiman. Albatta bor, hozir beraman. Mana. Rahmat. Rahmat, xursandman. Xo'sh, pautinalarni yo'qdan o'yinchoqlardan qo'rqaman juda. Bo'ldi, menimcha yetadi. Xo'sh, mana chirigan tosh bloklardan o'tib ketdi. Yo'q. Bu nima? Yo'q, do'stlar. Bu nima bo'ldi? Uyim tagida podval? Yaxshi, uyga qo'shib podvalimiz ham bor. Yaxshi, bu juda yaxshi. Yo'q, mana ularni ham bosib tashlaylik. Xo'sh, podvalga ham kirib ko'ramiz hali. Nimalar bor hali? Mening narsalarim ko'p edi. Kakras. Xo'sh. Sen. Uyimni tagidan podval chiqdi. Nima? Axir yaxshi-ku. Ha, yaxshi. Xursand bo'lyapsan, sakrayapsan. Xo'sh, u yerda podval bo'lmasligi kerak aslida. Nimalar deyapsan? Axir men u yerdan rosta podval topdim. Ha, mayli. Men shu yerdan ozgina turayki, ko'raman. Xo'p, bo'pti. Yo'q. Do'stlar, axir bu. Mayli, bo'pti. Men skladga borib kelaman. O'sha yerda kravatlar bo'lish kerak-a? Ha, albatta kravat bor. Keldim, mana shu yerlarda yo'qmi? Mana bitada topdim kravat, bersa, mana shu chiqarsam yetadi. Kerak. Do'stlar, bu juda g'alati. Sten qayergadir yo'q bo'lib qolibdi. Uyda ham yo'q. Xo'sh, uyimizga kiramiz. Yaxshi, xo'sh. Menga kravatim, chiroq va verstak. Xo'sh, kravatim mana shu tursin. Xo'sh, verstak. Pechka emas olish kerak. Xo'sh, pechka. Mana bitta pechka yetadi. Xo'sh, sandiq bo'ladi. Ana, xo'sh, pechka. Ustiga mana sandiq yetadi. Xo'sh, yana bitta sandiq esa qo'yilgan. Mayli, boriga baraka, yana bitta sandiq. Mana. Xo'sh, shuni ichiga nimalardan ekan? Xo'sh, men mana podvalga tushib ko'rgim kelibdi, qisib ketaman. Xo'sh, fakel yo'q. Xo'sh, men shu yerga qo'yib qo'ysam, mana yonib turadi. Хотя, hozir ko'mir olib kelish kerak endi. Yo'q. Bu shaxtada ko'rgandek bo'ldim. Mana men ko'mir olib keldim. Hozir pastga tushamiz. Mana yaxshi. Yasab qo'yamiz. Mana xo'sh, ketdik pastga. Irchoq. Yo'q, bitta. Yo'q. Juda qo'rqinch. Hamma yer suv yotdi. Skelet. Do'stlar, bu skelet qayerda? Yo'q. Million yillardan beri yo'q, bosh chanog'i. Yo'q, qon qotib qolibdi. Qo'rqib ketdim do'stlar. Yo'q. Bu haqda aytish kerak. To'xta. Shkaflar, bochkadek hech nima bochkalarda. Kitob topdim. Yaxshi. Kitob o'qib ko'rish kerak. Tepaga. Zudlik bilan do'stlar. Xavfli. Bu yerda odam o'ldirilgan bo'lishi mumkinmi? Xo'sh, kitobni o'qiylik. Xo'sh, o'g'limning ichiga jin kirib oldi. Yo'q. Shunaqa narsalardan shunaqa charchab ketdim. Xudo. Mayli, kitobni hozircha sandiqning ichiga solib turaylik. Mer bilan gaplashib turaylik. Yo'q. Axir. Yo'q. Janob mer, uydamisiz? Janob mer, men aytmoqchimanki, xullas, janob mer, menga boyaga bergan uyingiz bor edi-ku, o'shani tagidan podval chiqdi. Nima? U yerda podval bo'lishi mumkin emas. Mumkin, men u yerni ochdim va u yerdan podval chiqdi. Va temir eshiklar, men ularni ochdim, temir eshiklarni. Xo'sh, keyinchi u yerdan qotgan qon va skelet chiqdi. Nima? U yerda skelet bo'lishi mumkin emas. Yo'q, yur ko'rsatchi. Xo'p, yuring, ko'rsataman, yuring. Yo'q. Tushdingizmi, janoblar? Ha, qani? Nima qani? Skelet yo'q. Skelet qon ham bor. Mana shu joyda turgandi.
Men aniq ko'rdim. Menimcha sen juda charchagansan. Ko'zing ko'ringan bo'lsa kerak. Mayli, keyin gaplashamiz. Xayr. Yo'q-yo'q, ketib qoldi. Menga ishonishmayapti. Yo'q-yo'q, nahotki men rost ekansan do'stlar, videoni orqaga qaytarib ko'ringlar. Aytmoqchi, notchi. Kitob, to'xta, merga olib borish kerak. Yo'q-yo'q, mer ketib qoldi-da shunisi. Voy, yo'q-yo'q. Xo'sh, podvalni hozircha eng kerak yopib turamiz. Keyin vaqt kelganda ochamiz, xo'sh. Mana kitob qani? Aytingchi, kimni o'g'lini ichiga jin kirib olgan? Nima? Siz bilasiz, men bilaman, siz bilasiz. Shu uyni menga ataylab berdingiz. Bularni topishimni bilgansiz. Xo'sh, aytingchi, kimni ichiga jin kirib olgan? U yerda bir jitel yashardi. U sehrgar edi. Uni o'g'lini ichiga jin kirib olgan. U hech kim bilan gaplashmasdi. Qanday tajribalar o'tkazardi. Nima bu? Yo'q-yo'q. Qanday sehrgarlar, u jinlar, yo'q-yo'q, hammasi jonga tegdi. Qachon tugarkina? Bilmayman, lekin shu rost menga shu yerda yashovchilar aytishgan. Yana u kichkina uyda yashaydigan aytgan. Mana u yerdan Ha. O'shani eshitganman. O'zim ham yaqinda ishga keldim-ku, yangi mer bo'lib. Shunday qilib shunday bo'lganda men yana bilmadim. siz hammasini bilasiz, ko'rasiz hali. Yo'q-yo'q.